Murtqıldab qara ketdik. Murtqıldab. Merhaba dostlar, tünüge qumul şivisi haqqında çıxarıb qoysam, 100 min qatım qiyiqqa körülüb bopdu və hər xil inkaslar barkən. Şuna bugün miyyətdə mən 10 yılın aldıda saxlayan bir qumul şivisi yazılğan əsər barkən to, qumul salonunun içində. Hazırgıcı barkən qarsam. Aşın oxub bir bütün qumul şivisi də yazılğan bir parça maqalı ki. Anda bəzilər qumulğa basaq, başqalar bilan paranlaşamam nima, başqa millətlərin tiliga oxşaydı ki, degəndək inkaslar yazıbsızlar. Hərgiz unaqa məsələ, həm ya da az bir qısım açıq saxlan qağaş şividiki sözlər bulduq şu normal. Bu əsərin içində mən özümə düşənməydiğə bəzi sözlər var ki, həm də düşəngəncə anlanlar. Andiki bildiğanlar astığı yazı qoysanlarmı buldu, qaz sözünün mənasını nə degəndək ki, həmiz başladıq. Öyümüzgə mehman gəldi, qumul şivisi. Bu qumul şivisində yazılğan bayan xarakterlik maqalı olub, maqalıda bir dehqan ailəsinin bir günlük turmuşu təsvirləngan. Bunun bilan ularning addi sada, mehmando'st xarakteri əks etdirildi. Şundaqla ularning o'zgacha til alaydiligi gavdalantirildi. Şiva tadqiq qilguvchilarga foydasi tegib qolsa ajab emas degan umiddaman deb yozibdi. Avtorning ismi yo'q ekan, lekin bugun tushda ishimizni ichib ketib o'tirg'adiga. Ishqoilimizga bir harbining kaga un anglangandek bo'ldi. Ikki birdamdagi yoqulaqdagi kichkina bir o'g'lini ergashtirib kirkitdi. Yoqulaq degan yoqa buloq degan joyi nomi ekan. Anda kichkinam degan qumulda kichik opasining ya dadasining singlisini kichik ana degan gap. Shuning bilan hammamiz qiyiqotmachu o'rtib ketdik. Unaqa bo'lganlar yomon uzoq ketgancha kichkinam uyimizga kamgili. Oyli qatimqi qurnaytdim kamiga degan. Ekinzan opam choy qo'ydiganga tinab bir sat shiralan ekib nonlan qo'yib ketdi. Kichkinam hammamiz bilan tinchlig'amonlik zo'rishib, ekinzan akaga nimalarni qo'ydiganga o'g'liga qarab, "Ballam, somkin aka paslara" dedi. Hammamiz kichkinamni somkasiga qarab ketdik deganman. Shuning bilan ekinzan o'g'li ara ko'tirib somkasini ichib dedi. Biz deganima hayronlik qoldik. Voy kichkinam shunaq jixinimlar ekibdi. Tungacha piki, bo'g'ursa, qoq, chila, uzum qurg'i, yana eki chovat, navat, binga, eki kichkinam qo'lini somkasiga tiqib, somkasini tektin sho'rlab ketdi. Biz yana nima o'g'ay somkasida deb murtqildab qara ketdik. Murtqildab qara ketdik. Bir kamda kichkinam somkasida bir ta gulshab to'lraq yo'yga olganimni opam qarab misla acha. Men o'zirlag'mishna quruqlik agachig'im va deb qo'ldagi gulshab to'lraqni shiraga qo'yib ichvidi. Voy, ko'zlarimiz olchakmay ketdi. Opamga bir ko'ynaklik yondachi shipungdu hava, dadamga ishtajozliq miki, misi sarji, akamga bir ta yo'l dijolan xatay. Acamga yeşil charidodi bir ko'ynaklik. Ikki menga kalotu boshqa bir ta chashma bo'k ekibdi. Tag'in nerq qarizdagi cho'ngdamlarning ikki narsim attiga biznikiga kelgadiga. Kichkinam ulog'im uzum qurg'i chila kampladi.